Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, suyumluk Şark Türkistanlık karındaşlarım. Tez aradıla huzurunlağa kayıt çıkıp kaldım. Zeriktirip koygan basam okuğum var. Bu mavzu zürür olap kaldı. Çünkü aldığın videoda ilan kılıngandan keyin bir günning ichida hali ko'p inkaslar yozilibdi. Ba'zi savollarım bor edi. Savollardan ba'zilari menga xususiy masaj qilib yuborilganmi bo'ldi. Savol so'rovchilarga rahmat. Qarasam darhol shunday bir to'liqlama qilish zarur tuyuldi. Shu sababdan yana qarshinglarga chiqib qoldim. Her qatim yana bir video e'lon qilinsa, aldınqısının körülüş sani tövellep gitadigan bir iş var oğanlığı üçün kögüçülerge en az birer hafta vaqt beriş zürüriyeti bardı. Yani bu qatim bir-biriga zich münasibetlik olan iki mavzu bolganlığı üçün haqaqadan körəsizlər dep bunu to'liqlamani e'lon qilib o'tiribdim. Rastım desem savollar kishini qanoatlantirgudek saviyada emas, qarindoshlar. Bekmi bolalarcha, bekmi ishga qo'l tutmagandek deydigan bir yupimiz var. Shunday savollar. Bu hal ko'ngilni g'ash qiladi. Shunday bo'lsa-mu, ba'zilariga yanada inkas bildirmasam bo'lmaydi. Bundan başka aldığım videoda değişik tegishlik bo'lsa-mu, unutilib qolgan nayt muhim mazmunlar bu savollar tufaylidan yodimga ketdi. Shularni deyishni asos qilaman. Shularning arasida ba'zi savollarning javobimi chiqib qoladi. Mavzuning o'ziga kelsak, Rossiyaning ojizlashishi yoki parchalanishi bir mahallik bo'lsa-mu, yani vaqtlik bo'lsin, bir hukumatsizlik holati paydo qiladi. Bu hal Sovet ittifoqi parchalangan dastlabki mezgillardami bo'lgan edi. Shu chaqda normal jamiyat tartibi hayotning ritmi izdan chiqqachqa nurg'un qurilmalar faoliyatga tushgan, pul paxolligi, ishlab chiqarishning izdan chiqishi bilan kerakli buyumlarning qislashib ketishi, maaş ishlaydiganlarning maoshi berilmasligi qatorliq alomatlar maydonga kelgan. Mana bu boşluq maaş qilib qarashliq bo'lib yashaydigan nurg'un tabiiy kishilarni har xil qonunsuz qilmishlar bilan pul tepib hayotni qamdashga qistig'an. Masalan, qurol zavodining ishchilari qo'lida qolgan qurollarni achqib sotgan. Laboratoriyalarda ishlaydigan ba'zi tadqiqot o'rnaklarini achqib sotgan. Hatta devlet arxivi, KGB arxivi qatorliqlarni setilgan. Şu çağda Rusya cemiyeti uçuğa çıkan etkisçilikinin bazarga aylangan bulup, bu bazarga nayt köp pul götürüp gelgen atalmış Xitay şirketleri, ameliyette Xitay hükümeti bu. Nurgun xil harbiy sanoat texnikalarini mush etkis bazardan setib olgan. Nayt qimmat baholik buyumlar, deylik atom bombasining materiali bo'lgan uran, oq oltin qatorliq moddalar. Qızılsımak degandek narsalar Rossiyaning mana mushu anarxizmlik davrida bozorlarda setilib, Xitoylar buningdan eng cho'ng manfaatdor bo'lgan. Bundan boshqa maoshsiz qolgan 7000 qadar KGB jasusini Xitoylarning setib olganligi haqida mishmishlar o'tirib chiqqan. Bu sobiq Sovet ittifoqi tavasida xalqning ichidagi, ya'ni ichiga qaratilgan KGB casusları. Texmi qo'rqinchli, Xitoylar
beşi boş qalğan fən texnika xadimlərdinmi neçə mingni yuqori maaş yemçigi bilan aldab jannat turmushi va'da qilib Xitoyga olib ketgan. Toluqsiz ma'lumotlarga qaraganda Xitoylar bu mutaxassislarni jamiyatdan aloqasi uzilgan turmalarga o'xshash qo'rg'onlarga ilingan. Ma'lum joylarda rehin hisobida majburiy yo'sinda ishga solayotganligi ma'lum. Ular Xitoyning changalig'i tushgandan keyin qarshilik qilish, qaytib ketish, passivlik ko'rsatib ishligini unamaslik degandek ifodalarning hech biriga imkon bo'lmag'achqa baxtiyor qullar sifatida bayoshab, ammo erkinligi bo'lmagan insonlar jamiyatidan ayirib etilgan holda tadqiqot qilishga majbur ekan. Xitoylar shu chog'larda kelgusini xeli to'g'ri mo'ljalligachga g'arazlik turda ko'chman ko'chirishni boshlagan bo'lib, davlat tarafidan ma'lum iqtisodiy yordam berish, yo'l ko'rsatish orqali Xitoylarni uzoq Rossiya, Sibiriyalargacha ko'chishga rag'batlantirgan va yerlashishga yo'l ko'rsatgan. Mana shunday qilib, hozirgi Sibiriyaning o'tir qismlaridan toki sharqiy uçlarga bo'lgan Rossiya zaminlarida allaqachon demografik qurilma buzib tashlangan. Ruslar az sonliq, Xitoylar ko'p sonliq holatiga kelgan bir vaziyat mavjuddir. Aslida bu joylarda yashaydigan nurg'un yerli xalqlar bo'lib, bu yerli xalqlar ichida Ruslar burundulla az sonliq edi. Faqat boshqaruvchilar, askarlar, soqchilar degandek davlat ma'murlari bo'lgan Ruslardan boshqalar bek ko'p xil az sonliq millatlardan mutashakkil bir demografik qurilmaga ega edi. Endilikda Xitoy ko'chmanlarining uzluksiz ko'chishi orqasida Xitoy davlati bo'lg'achqa Xitoylarning tezli gullanib igilik tiklashi bilan bu zaminlardagi asosliq nufus bo'lib qolmay, bu yerlardagi eng sopoli, boy, so'zi o'tadigan insonlarni Xitoylar bo'lib qolmoqda. Allaqachon 1997 yillarida uqilgan bir xabarda Yekaterinburg shahrida 50 ming Xitoyning ko'chalarda yaymachilik qiladiganligi, bu ko'chadan qo'qlisi o ko'chaga yetkilib, zerikmasdan tirishib, oxiri rus saqchilarini zeriktirib, ularga gap qilmas bo'lganligi, azroq pul verishli ko'z yumadigan bo'lganligi haqida gap bo'lgan edi. Biz Bishkekda tijorat qiladigan zamonlarda Asiyalardan Xitoylar kelib bizdan mal olib ekitdi. Ve o Xitoylarga ergishib ketib kelgan ba'zi Uyg'urlar bor edi. Aşılar öz gözü bilan ko'rgan ahvollar bu. Xitoylarni bilasizlar, o yuzi qalinlik bo'yicha o yuz deganning terisi Abduxoliqninkidan musbatlikcha ishligida bo'ladigan bir yuz bo'lgan ekan Xitoyda. Ma ko'chadan qo'g'lisa, a ko'chaga yaymini yeyib, u yerdan qo'g'lasa mayonga yeyib, uning qattiq zerikmaydiganligini, har qanday insonni zeriktiradiganligini, oxir bo'ldi qiladiganligini biz yaxshi tushunamiz Sharq Turkistonliklar, ammo bu chet elliklarga tushundiga bo'lmaydi bu. İnsan bu kadar qilin bo'lamdi deb uningga ishonmaydi. 2005 yılı ben Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir avtobusda Xitoy başlangıç mektep bolalarını ko'rgan edim. Bir avtobus Xitoyning başlangıç mektep bolaları Ukraynada o'qiydi ekan. Chunki uning ota-onasi allaqachon Ukraynaga yerlashib, Ukraynada dukkan ochib, Ukraynada shirkat ochib bo'lganlikdan bolalarını mektepga olib keladigan avtobus bu. Qarindoshlar, sayohatga kelgan, penurlar faoliyatiga kelgan bolalar emas. Demek bir avtobuslik başlangıç mektep o'quvchisi qanchalik oiladan kelib chiqadi? Bundan başka Ukrayna Xitoy savdogarlari Vukilan Jungu Shangrin namli bir Xitoycha gazet chiqar ekan. Ukraynada qarindoshlar gazet
gezi chiqarish uchun uningga yetarlik mushtari lazım qarindoshlar. Moshuningdan faraz qilishga bo'ladi. Analiz qilsak, qanchalik Xitoy borligini analiz qilgan bo'ladi. Uni zeyniga satmaydi gezi chiqargan adam. Uningga yetarlik mushtari bo'lmasa, ziyon tortisiz gezi chiqarsangiz. Men moshu gezitnimi o'zgizam bilib ko'rgan. Bu yerde yani şu Odessa'da kasinolar bazadaki bir monçu dükkanlarını Xitaylarga tava edi. Şu çaqlardılar. Bulardan Xitaylarning planliq bir kengaymichilik uchun allaqachonlar ulsag'anligini ko'rib verish ters emas. Ukrainaning Xitoydan qanchalik jiroqligi bu yerda raqobat qilishaligidek bir Yevropa millati yashaydiganligini nazarda tutgan holda Rusiyaning uzoq sharqiy va o'tir Sibiriyagacha bo'lgan joylarning Xitoyga yaqinroq ekanligi chegaradosh. Bu yerlardagi millatlarning qaloq va markazdan uzoqligi Xitoylar bilan savdo raqobati qiyg'udek na iqtisodiy asosi, na kultur asosi yo'qligini esimizga olsak, maydonga kelib bo'lgan amaliy ahvolni qiyos qilish tez emas. Yani bu Altay, Irkutski, Sverdlovski, Chita, Xabarovski, Vladivostok. Bu taraflarda yaşaydigan Ruslardan başka yerlik asallık milletler Xitaylar bilan raqobatlashmaydi. Savdo tijoratda. Xitaylar tez arada bu jamiyatning boylariga so'zi o'tadigan nupuzli kishilarga aylandi. Hatta ularga maosh berib ishlatishi mumkin. Mana bu ahvollar shuni dalillaydiki, agar Rossiya parchalansa yoki ojizlashib Putin hukumati yemirilib, boshqa bir hukumat maydonga kelishini taqozo qiladigan bir vaziyat borliqqa kelsa, bir mahallik yani vaqtliq hukumatsizlik holati yuz beradi. Bu holda Xitoylar yanama ilgirlagan holda ko'ch harakati boshlaydi. Bir tarafdan Rossiyaning fan texnikasini setib olishga boshlaydi. Hatta yana bir qatim Rus olimlarini Xitoyga olib ketishi mumkin. Bundan boshqa qimmatbaho madallarni pishiqlab ishlangan yoki yerim pishiqlab ishlangan moddalarni uranga o'xshash qimmatli narsalar intayin arzon bahoda setib olish fursatiga erishadi. Amerikaning Rossiyani ojizlatish yoki parchalash niyati ichida Şanghay Hamkorlik Tashkiloti va Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilishini faoliyat qilish maqsadi ko'zda tutilayotgan tarafi foydaliqdek ko'rinsimi, lekin bu ko'zlagan natijani bermasligi uzoq so'zilgan tirkishda Rossiya, Xitoy bu ikkisini xo'ratgandek qilsimi, G'arbning texnik chidog'isiz alg'a kelish ehtimolligi bor. Bu xo'rashda bel qo'yib o'tadiganini Rossiya bilan Xitoy olamdi yoki G'arbliklar baldurroq bel qo'yib o'tamdi. Nayt tabiiyki, G'arbliklar uzoq so'zilgan qiyinchiliklarga texnik chidamsizroq bo'lishi aniq. Savollardan biri urushda kimning g'alaba qiladiganligi masalasi edi. Men bu savolga javob berolmayman to'g'risi. Hech kim javob berolmaydi. Bu xeli ching masala. Unda bir ching savolga javob berib, Osal o'g'limizdan ikki tarafdagi ahvollarni muloyiza qilsak, texmi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rossiya yengiladi demoqchi bo'lsak, bu bir og'iz gap bilan tutadigan oddiy javob bilan bo'ladigan ish emas. Buningdan texmi ko'p savollar tug'iladi. Qanday yengiladi? Munqarz bo'lamdi, taslim bo'lamdi, G'arbning barliq shartlarini qabul qilamdi. Bunun ahir çıkmaydigan savollar dolqunini qo'zg'aydi bu. Bu yengilishni qanday tasavvur qilish mumkin? Rossiya o'zini dunyoning nochillaridan bir chaqlashga ko'nib qolgan cho'ng davlat. Dunyo siyosiy shaxmatidagi cho'ng o'yinchi. Undaqkan bir yengilishni qanday qabul qiladi? Davlat izzat obro'yidan shundoq oson voz kechamda? Davlatning bir izzat obro'yi bor.
Agar Moskva ishg'ol qilinib, Rossiya butunlay munqaraz qilinsa, davlatning izzat obro'yi deb bir nima qolmaydi. Shartsiz taslim bo'ladi degan gap. Lekin bugungi dunyo shartlarida buni qanday tasavvur qilib bo'lsin? Bu mumkinmi? Nayta nurg'un odam safarbar qilib, nayta nurg'un iqtisodni so'rib bo'lib, endi bir dilla qo'shimcha keldiramda. Bu holda Putin hukumati Rus xalqiga nima deb javob beradi? Buni qanday tushuntiradi? Nimaga başlattın bu urushni? Nimaga erishding deb so'ramamda uni. Bunga javob berish tez. Hozirgi vaziyat Rossiya uchun allaqachon yo'lvosga minib qilish vaziyati bo'lib, yo'lvos quyundek chopmoqda. Endi uningdan saq salomat tushib olish bekmi qiyin bir masala. Birdilla o'zini tashlasa chulchul bo'lib ketadi. Yo'lvosdan qanday tushib olish mumkin? Aracı devletlerinin vasıtçılığı bilen her iki taraf ma'lum qadam çekiniş orqali bir o'tir manzilda kelishsa bo'ladi. Ama bu holda yanada Putin hukumati o'z xalqining so'roqiga duch keladi. Urushni nima boshlatding? Nimaga erishding deb so'raladi. Bu savollarga Putin javob berolmaydi. Shuning uchun Putin cho'qim bir nima qozonmas bo'lmaydi. Ya'ni Ukrainani NATO havisidan voz kechira olsa, andın Rus xalqiga javob beradigan yuzi bo'ladi. Yoki Ukrainaning sharqi Dnepr daryosining Ukrainaning sharqi Dnepr daryosining sharqi demak bu. Sharqini ishg'ol qilib bir mustaqil davlat yaratsa va bu davlat Rossiya parast hokimiyat bo'lib, NATO Yevropasi bilan Rossiya orasidagi tampon rayonini o'ynasa, Putin bu qiyin ahvoldan qutuladi. Yoki Putin intayin millat suyar bir kishi bo'lsa, Rossiyaning kuchsizlashib ketishi mo'ljallanayotgan bu urushdan qutulish uchun o'zini fido qiladi. Ya'ni o'zi astoriddan bir siyosiy o'zgarish paydo qilib, Putin ag'dirildi, boshqa hukumat qurildi qilish orqali Putinning xatosini davom qilmaydigan yana bir hukumat sifatida bu urushdan yaqasini siyirib qutulib chiqishi mumkin. O vaqtda devletinin izzet obro'yi saqlanib qoladi. Rossiyaning cho'ng o'yinchilik sha'niga daxli yetmaydi. Hamma ish birli Putinga atilib, Putin qurbonlik o'g'loq qilinadi. Ammo Putin huquqbek amerikaliklik obrazi yaratgan bir diktatorlidir. Shunga o'z mayli bo'yicha huquqdan ayrilib, milliy manfaatlari uchun o'zini fido qilish ehtimoli nihoyat tuvan. O holda Rossiya davlat organlaridagi liderlar kollektivi bir suiqasd gruppasi bo'lib uyushib, Putinni tushirish yoki yo'qotish orqali Rossiyani kelayotgan baloyatdan qutqizishga harakat qilish ehtimoli turg'i chiqadi. Lekin Putin istixborotdan kelib chiqqan bir lider bo'lish sifati bilan davlat hokimiyati ichida o'qituvchilik qilishga petinalaydigan odamlarni va mushundaq harakatlar uchun imkon beradigan harakat bo'shlig'ini qoldirmagan bo'lsa, ular midirsizlik qilolmaydi. Endi Ukraina tarafdan masalaga qarasak, ilgari deb o'tganimizdek Ukraina bir vosita. Amaliyotda urush Rossiya bilan g'arb kuchlari orasidagi urush. Agar Ukraina o'zi bo'lgan bo'lsa, Rossiya niyat qilsa, uni ancha kuchmay besa olmaydi. Endi g'arb kuchlari yangilamdi degan savolni yo'lga chiqsak, oldimizda to'siladigan bir muncha savollar tug'iladi. Qanday yangilamdi? Ukrainani fido qilib, o'zlarining yaqasini siyiribla jim bo'lib olamdi. Yoki Rossiyaning barliq talablarini qabul qilib, Ukrainani mangu NATOga olmaslikka va'da berib qutulamdi. Amerika boshchiligidagi g'arb dunyo urushidan keyin dunyoning siyosiy taqdirida so'zini o'tkazib kelayotgan dunyoning xo'jisi biz deb o'ylashga odatlangan. Cho'nglik xirsi cho'nqur yiltizga ega bir kuch. Cho'ngning izzat obro'yini cho'ngiladigan gap. Şunu onundan asallan vazgeçip izzet obro'yini yaga urush ular uchun bakın. Amerika Vietnamdan, Afganistandan qandaq yaqsin siyirgan bo'lsa, buningdanmi shundaq yaqsin siyirib qutularmi? Ama coğrafiyalik ahval, siyasi ahval tamamen o'xshamaydi. Yevropadan vazgeçishga to'g'ri keladi. O holda NATO nim bo'ladi. NATO'nun ishga yaramaydiganligi ma'lum bo'ladi va uning davomli mavjudligi savol tug'diradi. Demak, yengilishni qabul qilish g'arb uchun mubakki.
Undaqda birer qurbanlıq oğlaq tepib, günahlarının kaffareti üçün şu oğlaqni boğuzlaş kerakmi? Kimni qurbanlıq qilish kerak? Putinni mi, Zelenskiyni mi? Bununla bek köp qiyinchiliklari var bir ish. Rossiya ichida kishkurtkichilik qilib, Putinni ag'dirib tashlash eng yiqimli usul bo'lsa-mu? Putin Rossiya ichidagi G'arbning ommaviy tashkilot nomidagi har xil tashkilotlarni allaqachon taqib etgan bo'lg'achqa, bundaq bir o'tqo'yurg'uliq harakatni boshlash Ruslarni Putinga qarshi kishkurtishini qanday amalga oshirish mumkin? Yenidan odam evatish bilinib qoladi. İlgirden mevcutları takip astım. O halde bu usulun amalga oshishi bek qiyin. Zelenskiyni qurbanlik qilish har holda G'arb uchun oson bo'lsa-mu, o'zlarining tarafdoridan voz kechish cho'nglik sha'niga ig'ir keladigan bir ish. O halde yana biror dallol davlatning orachiligi bilan uzoqqa so'zilgan bir kelishim harakati boshlasa, Rossiyani ma'lum shartlarga ko'ndirsa, Ukraynani ma'lum shartlarga ko'ndirsa, o'tirdi bu yerda kelish qanday bo'ldi? Aslida kelishim degan shunday qilinadigan bo'lsa-mu, lekin hozir ahvolga qaraganda bu bek mümkün görünmeyotdi. Her iki tarafning shartlari bek qattiq. Qarshi taraf buni qabul qila oladigan turdan emas. G'arbmi yo'l bosqi minib qilib tushalmayotgan bir vaziyatda ekanligi bilinmoqda. Bu ish bek uzoqqa so'zilib ketsa, qansiraydigini Yevropa, chalalik qalg'i keldigini Ukraina. Yevropa xalqi oqqon xalq urushning yuki keltirib chiqaradigan iqtisodiy qiyinchilikqa uzoq bardoshlik berolmay, o'z hukumatiga qarshi isyon qilish ehtimolligimi yo'q emas. Tashla Ukrainani, haqında biz qiyinchilikda atamda deyishlari mumkin. Uzoq so'ziladigan qiyinchilikqa yanalar Ruslar chidamliroq. Chunki dollar embargosi Rus xalqining zo'r ko'pchiligiga aloqasiz. Ular dollarni ko'rib bakmagan bo'lsa, buning ta'siri bo'lishi mumkin emas. Alayida isil mahsulotlar bo'lmagan taqdirda kartoshkasini yeb, o'zi uyda yasagan vodkasini ichib, yillarni o'tkazalaydi. Xo'sh. Endi Rossiyaning sharq tarafi bo'linib ketsa, nima uchun boshqa bir kuch to'ldirmaydi-da, Xitoy to'ldirdi? Bu masala uchun xaritaga o'ptarroq qarasanglar o'z-o'zidan tushunishlik. Qarindoshlar, xaritaga qarasanglar bu boşluk shakllangan boshliqni, ya'ni O'rta Sibiriyaning sharq tarafini Xitoylar to'ldirsa, texmi o'ng. Chunki chegaradosh. Yana bir tarafdan burundilli Xitoylar bor. Yani birinci Xitoylar bir ko'ch harakati bilan allaqachon bu yerlarda yetarlik bir nüfusga ega bo'lib qolgan. Xitoylar ko'chmanlik yo'li bilan mustamlika barpo qilishda tajriba qozongan bir millat. Aslanlar Sharq Turkiston ko'chmanlik yo'li bilan qilingan mustamlika. Shundaqla Sharq Shimol, ya'ni Manjuriyami ko'chmanlik yo'li bilan mustamlika qilingan. Manjularning davlati. Xuddi shuningdek Malayziyaga ko'chmanlik qilish yo'li orqali oxiri Malayziya uni Singapurni orib etib qutulgan. Singapurdan iborat bir Xitoy davlati ko'chman Xitoylar tufaylidan maydonga kelgan. Xuddi shuningdek Tayvanmi ko'chman Xitoylar tarafidan Xitoyning tuprog'iga aylanib qolgan. Aslida Tayvanda asosli Gaoshanzhou deydigan bir millat bor. Xitoyning yerlik millati emas, qarindoshlar. Bu nuqtadan biz Xitoylarni ko'chmanlik yo'li bilan mustamlika qozonishga tajribalik bir millat deb qaradik. Ikkinchidan, bu rayonlar Xitoylarga chegirdash bo'lganligi uchun Xitoylar quruqlik qatnashi bilan bu yerlarga bemalol bora oladi. Yoki Apkashni mo'risiga selib, bir suvatga yirtiq yotgan
Bir taraf Sovetga manqisni qitib turgan 4 balasini selib, piyodami ketaveradi. Sharq Turkistonga kelgan Xitoylarni aslanlar. Yevropaning bu yerlarga kelalishi qanday mumkin? Yevropa Rossiyani kechib o'tib boramdi yoki uchoq bilan ko'chmay yetgandi. Ko'chmay yetgimisangiz, u yerda put terab turolmaysiz. Aholisi bo'lmay armiya orqali besib olingan zamin uzoqqa bormaydi undan mustamlika. Cho'qim aholi bo'lish kerak. Xuddi shuningdek Amerikami bek uzoqda bo'lg'achqa bu yerlarga aholi ko'chirib yerlashtirolmaydi. Shundaqla Amerikaning bundaq bir odatimi yo'q. Hech bir Amerikalik bundaq bir chet joyga rohatidan kechib berib makallashishga unamaydi. Boshqa ushshaq-tushak, kappari kepek davlatlar va kuchlarni o'ylab o'tirishning hojati yo'q. Yana bir savolmi bek muhim savol. Rossiya bo'linsa, Sharq taraflarning bo'linganligini dedi, Kavkaziya taraflar haqida hech nima demadan, Kavkaziya qanday bo'ladi? Kavkaziya. Bu Kavkaziya. Qarindoshlar, ko'rib turganinglardek, Kavkaziyada nihoyat ko'p millat yashaydi. Bularning ichidagi cho'ngroq millatlardan Ozarbayjonlar, Armanlar, Gruziya mustaqil davlat bo'lib, allaqachon Sovet ittifoqidan bo'linib bo'lgan. Bulardan boshqalari Sovet davrida federativ jumhuriyatga loyiq ko'rilmagan darajadagi osonliklar bo'lib, bulardan bir qadar nufus ko'proq chechenlar va ingushlar, abxazlar va ostinlar, oblast yana boshqalar avarlar, balqarlar degandeklar bek ko'p millat yashaydi. Kavkaz haqida bir rivoyat bor. Allah yer yüzündeki milletlerge til taqitish uchun bir farishta yuborgan ekan. Farishta Kavkazning havo boshligiga kelganda til qachalangan xaltisi teshilib ketibdi-da, bek ko'p til Kavkaziyaga to'kilib ketibdi ekan degan rivoyat. Bu rivoyatdan qasd Kavkaziyada haqiqatan bek ko'p tilning bo'lganligidir. Bir til, bir millat demakdir. Şunun bilen Kavkaziyada bir neçe 100 nüfusluq milletden tartib, bir neçe 1000 nüfusluq milletkice aralışıp yaşaydıgan bir rayon edi. Rusiyanın işgalidan keyin bu kadar köp milletke işletkichilari intayin oz bo'lgan milletlerinin hemmisiga öz tilida mektep etishning mümkinsizligidan, shundaqla davlat kültürünü yeyish har qanday davlat uchun o'rtaq bir siyoset bo'lishligidan, Rus tili maktablarda matbuotda qo'llanilish bilan meydonga kelgan yangi toplumda Kavkaziyaning oz nüfusluq millatlarining ko'pchiligi tilidan ayrilib ketdi. Nesli qurgan tillar Kavkaz rayonida xeli ko'p. Bu yerning demografik qurilmasi mana shunda. Kavkaz etrafida hukmronlik boshlig'idan foydalanib bu yerni besib olish niyatida tish bilab turgan kuchli davlatlar yo'q. Ozarbayjon bilan Gruziyaning qo'lidan bu ish kelmaydi. Shundaqla mustaqil bo'lishga intilib turgan ko'p nüfusluq millatlarmi yo'q. Garchi chechenlar 2 asr degandek yulqinayotgan bo'lsa-mu, oxirgi hisobda Rossiyaga bo'ynakkan holatda. Rossiya eng ojizlashgan taqdirdami Kavkaziyadagi ko'p millatlik joylarni tatqizib qo'ydigan darajaga tushib qolmaydi. Chunki bu yerlar markaziy Rossiyaga yaqin. Yevropa qit'asidagi joylar bo'lg'achqa Rossiya bu joylarni qo'lida tutib tura oladi. Yana bir balalarcha savolmi bor. NATO'nun Şərq kengayishidan Rossiya nima endish qiladi? Endish qilmaslik kerakdi. Aksicha o'zimi bu ittifoqqa qatilib ketsa, hamma jidal tugamamdi. NATO'nun qurilish g'oyasi negizidan Rossiyaga qarshi qurilgan bir harbiy ittifoqdir. Aslida Varshava shartnomasi davlatlarga qarshi deb ta'bir beriladi. Undaqda Varshava shartnomasi taqib ketgandan keyin NATO'ni tarqab ketish kerak edi. NATO'ning mavjudligini ta'min etayotgan bahona Rossiya. Demak, NATO bir dushmanga muhtoj. Dushman bo'lmasa NATO'ning mavjudligi savol tug'diradi.
Endiş qilishning hojati yo'qligiga kelsak, davlatlar munosabatida hech qanday davlat yana bir davlatga ishonmaslik umumiy holat bo'lib, ishonish qismanlikdir, vaqtliqdir. Undaq ekan bir davlatning yoki davlatlar ittifoqining kengaymichilik niyatimiz yo'q, hech kim endishlanmasin degan gaplarga ishonibla endishsiz tug'ili bo'lmaydi. Xitoymi doimli xalqaro munosabatda tinchlikni bildirishning 5 sharti deyilgan sapsatisini eg'izdan tushirmaydi. Xitoyning taraqqiyoti qo'shnilarga yoki dunyoga hech qanday xavf keltirmaydi deganini takrorlab turadi. Lekin Xitoyning kuchlanishi atrofidagilarga allaqachon balo qazo akkilyotadi. Shuningdek hech qanday davlatning niyatiga ishongili olmaydi. Bu sababdan bugungi xalqaro munosabatlarning bichimi mushundoq shakllangan. Sözümün ahirida yana bir qatim shuni ta'kidlaymanki, acizliğin bir Rusya, parçalangan bir Rusya hammadan bek Xitoyning ishiga yaraydi. En ko'p foydani Xitoylar oladi. Qarindoshlar, hammanglarga Allohdan yaxshilik ato qilishini tilayman. Niyat qilgan buyuk kishilarni muvaffaq qilsin. Yana bir qatim ko'rishguncha xayr xo'sh.